Assalamu alaykum, sevimli izləyicilər. Məlumatlarınız çoxdan xeyirlik olsun. Bugün biz asaslıqı kitap haqqında Uyğurlarınki kitab bolğan pozisiyası, şu haqlarda azraq paranlaşaylı, yəni özümnünki göz qarashlarını o'tirib qo'yay deb o'yladim. Şu qisqa vaqt ichida bir necha qaytam kitoblar Uyg'urlarninki bundan keyingi ana til taraqqiyoti u degandeklar haqida qiziq nuqtalar bo'ldi. Masalan, Siyrat jurnali chiqishni to'xtatganligini e'lon qilgan vaqtida butun ijtimoiy taraqqiy vositalarida bu haqda aytdi cho'ng bir g'ulg'uli bo'ldi hisobda hammaylar moy to'xtab qolmizkan biz nima ish qila olamiz iqtisodiy jihatdan qanday yordam qila olamiz u bu degandeklar bo'ldi bizmi shuning uchun nima ish qila olamiz deb tirishib ba'zi uchurlarni egallab qo'limizdan kelganini qilaylik degan bo'ldik undan boshqa taxminan 2-3 oylar burun 2 oylar burun Stuqbuğraxan kitabxanasınınki taqıldığanlığı və taqılış münasibəti bilan kitaplarınınki əzəm bahada satılğanlıq xəbəri yenə taqaldı. Onun aldıda Yera kitabxanasımı dəstləbdə kitabxananınki ornunu kitapxanadan, yəni koçunun boyudakı dükkandan öygü yetkigənligini dedi və asta-asta bu kitabxanamı hesabda o'tirdan yo'q bo'lgan bo'ldi. Bu haqda nurg'unlarimiz aqaqıdan acaba kitapxonlar taqilib ketdi. Biz nimanda hech ish qilolmaymiz. Uyg'urlar kitob o'qimamdi yoki bo'lmasa zodi nurg'unlagan bu yerda Uyg'urlarga qaratilgan tanqidiy xarakterdagi gaplar o'tirg'a chiqdi. Va yana Uyg'ur kitobchilik, jurnalchilik ishidagi qiyinchiliklarmi ma'lum ma'nodan ilib aytgan vaqtida xalqqa ba'zi jihatlarda bildirilgan bo'ldi. Bu yerda bir narsa alayida ko'zga ya'ni chiliqdi va gavdalantirildi. U nima degan vaqtda Uyg'urlarning kitob o'qimasligi, kitob jurnalga pul xarjlamasligi degandek shu nuqta bekrak oldida gavdalantirildi. Endi bu nuqtaga nisbatan men belki bundaq o'ylab ketmayman. Shaxsan avval o'zimni elib beysam, intayin jiq kitob oladigan va kitob o'qiydigan biri bo'lish sifatim bilan chet elga chiqqandan keyin qanchalik kitob oldim deganda chet elga chiqqandan keyin biz bir kitobni elish uchun yolg'iz pul masalasini ham o'ylashmaymiz. To'xtamay uy ko'chib, sevgandek yashaydigan bo'lgandan keyin men 7 yilda 7 qaytim uy ko'chdim. Ma uy ko'chish jarayonida kitobni ko'tirish, elib menishdan iborat bu qiyinchilik meni rasmiy o'ylantiradigan bir narsaga aylandi. Chunki har qaytimda kitobni bir 4-5 ish ko'tarib olib, o 20-30 ishik, 30-40 ish kitobni ko'rgan vaqtida kitobga ayrim pul vermasang yutganmidik bu ekin degandek ba'zi talab qilganlar bo'ldi. Ondan kitoblarim bu jarayonda shu bir muqim bir yoshgacha bo'ldilarmi yerda ilk kitob nusxasi bo'lgandan keyin o'qib turay yoki bu degandek tanlashlarga ba'zida majbur bo'ldim. Shunda bo'lib turibmi? Shu kitobni saqlab qo'yay yoki chet eldagi Uyg'ur ana tilining taraqqiyoti, nashriyatchiligimizning saqlanib qolish bu narsalar uchun muhim. Shuni qilay. Kitap deganning eg'i kelmaydi. Boshqa nurg'un narsalarni yutgan olsam deb o'ylagan vaqtlarim bo'ldimi? Bo'ldi. Yana kitap olmayman deb turibman. Yana nurg'un kitap oldigan biri. Demakchi o'g'limda chet elda Uyg'urlar iqtisodni, pulni, kitobning necha pulligini o'ylashish bilan bir vaqtda mushu nuqtani, masalan, birinchisi mushu nuqtani o'ylashadi. Shaxsan men yoki shunday kitob xumar bir necha yillar bilan paranglish jarayonida. Undan keyin kitoblarninki ovozliq nusxasi yoki ilk kitob nusxasi degandeklarning bo'lishi bizningki baravara shu kitob o'qish iqtidorimiz, kitoblarni tonish, bilish shunga bo'lgan narsalarga nisbatan mayada bo'lgandan keyin o'qib olsam bo'ldi, vaqtim chiqqanda hozir baribir vaqtim yo'q. Mayada anglaychi bo'ldi degandek ikkinchi bir tanlashlarni o'tirib qo'ydimi? Qo'ydi. Bu kitoblarning setilishiga muayyan nuqtadan ilib aytganda ta'sir ko'rsatdi. Hamda uchinchisi iqtisod masalasi. İqtisoddagi chekinish va yana bu kitobxonlarning asosan Uyg'ur musafiratdagi Uyg'ur kitobxonaligining, kitobchilikning butunlay degidek Turkiyaga va Turkiya Istanbulga markazlashi. Istanbul Zaytunburnuda Teklimakan kitobxonasi, Stuqbuğraxan kitobxonasi, Qutadg'ul Bilik kitobxonasi. Undan keyin Safarkuyda Hira kitobxonasi bordi. Ondan Qutadg'ul kitobxonasi bordi yerda.
Yani eğer ben İstanbul'da yaşamayman, şunu bilmeydiğin kitapxonalar bulup qalsa, nima qildim? Andikin o'qigan kitapxonasi içildi deb anıldım. Ben berip bir ziyaret qilib yoki ko'ygidek deb bo'lmadim. Yani bu narsalar bo'lib atamdi degan vaqtida bo'lgan. Hamda oraliqda mush qisqagina 20 yil ichida ikki kitapxona, tutib boraxan kitapxonasi texa ochiq ekan. Ben ilanlara qarsam ochiqdek his qildim. Arada men bir 2 oy burun İstanbulga borgan vaqtimda bir necha kitob setib oldim. Kitapxonaning taqiladiganligi haqidagi uchurlarni ko'rgan vaqtimda taqitib qo'ydim. Ko'nglimning yerim bo'lganligini ifoda qildim. Chet eldagi nurg'un yerdagi do'stlar bu yerda kitob buyurtgan bo'ldi. Mushundaq bu Uyg'urlarningki hozirgi vaqtliq kitob olmasligi degandek bu narsalarga nisbatan nurg'unlagan sabablar bor. Ha, yana birisi bizningki kitob o'qish odatimiz. Normalda mushu qisqagina 10-15 yil ichidagi texnikaning va to'rning turmushimizga singib kirishi, telefonlarning qo'laylishi, telefonni badanimizning bir a'zosidek bizga aylanib ketishi. Masalan, telefon davomli qo'limizda, yenimizda bog'liq. Xuddi quliqimiz, bir qo'limiz yoki yuragimiz va yoki ma'lum bir organimiz bizlar davomli bedanimizda bo'lgandek telefon mushta holatga shakllandi. Uzun mezgilli sosyal medyadagi qisqa yozmalar, qisqa filmlar va yoki shunday qisqa hikmatli so'zlar degandek narsalarni o'qiyverish bizning kitob o'qish iqtidorimizni, cho'nqur tanqidiy tafakkur qilish iqtidorimizni tuvallatyapti. Shunaqla Uyg'urlarningki bir yerga kelgan vaqtidagi nurg'unlagan suhbatlarimizningki odatda o'rnini bizningki navbatda uchrayotgan qiyinchiliklarimiz, ahuzorlarimiz va yana mushundaq turli tuman beshimizdagi datlar, siyosiy degandek nuqtalar jiqroq egallab, ilmiy suhbatlarningki azlab ketishidek bu narsami bizningki shu kitob o'qish iqtidorimiz, tanlash iqtidorimiz, kitobga bo'lgan ko'z qarashlarimizninki davomli yuqori ko'tarilib g'idiqlanishiga nisbatan turtkilik rol o'ynayolmay qolgan ahvollar bo'ldi. Endi biz bu yerda nuqul holatda bu Uyg'ur hozir kitob o'qimaydigan bo'lib qelyapti. Bu kitobxonlarimiz taqilib bu deb butunlay qarshidagi Uyg'urni tanqidlash yoki Uyg'urning hozir puli qolmadi, shuni olmaydi, bo'ldi, endi taqayli, bizga mijol lozim degandek bu xil posiyaniki bo'lishi to'g'ri, bunday ish bo'lsa bo'ladi, bunday qarisi bo'ladi, ammading deb tillisi bo'ladi. Mana bo'ldilar bu, ya'ni o'qtaroq ijara berman uningdan bu yerda bir yerdan ishlatganman, bir mo'sh to'q yoqadiganman, bu kitobni sotamsam bo'ldilar deyish bo'ladi. Chunki uningki uchrayotgan qiyinchiliklar ma'qul. Oldimizda nurg'un qiyinchiliklar bor. Biz qiyinchilik bor deb ketish uchun emas, shu qiyinchiliklarni hal qilib oldiga menish uchun çare izlişimiz gerek. Bahane sebep emas, çare izlişimiz gerek. Men bugün Uyg'ur kitapçılığı üçün nimalarni qila olamiz? O'zimning necha vaqtdan o'ylaganlarini deb baqim keldi. Endi Uyg'ur kitapçılığı va jurnalchiligi shakl o'zgartishi kerak deb qaraydi ba'zilar. Masalan, shakl o'zgartishi endi bo'ldi, hozir bu qog'ozlarni isrof qilib bosmasmi, elektronlik kitob bor. Shuni o'qisak bo'ladi. Ovozli kitoblarni taraqqiyotisi bo'ladi. Uzun 300-400 betlik kitobni bir 2 soatlik yoki 30-40 minutlik qisqa bir uning meg'zini qilib beradigan ishlarni qilsa bo'ldi. Kimning vaqti hozir deydigan bu xil qarashdagilarmi bor. Buningki to'g'ri yerimi bor, lekin biz qo'limizga kitobni ilib, mushtaq bir nima holatda, qog'oz holatda o'qib, shaxsan men shu ba'zi muhim nuqtalardan xatir qoldirib, sizib o'qish odatlangan. Bu kitob o'qish odatimdagi bir narsa. Yana bir narsa, normalda abstrakit bir narsa, konkret bir moddaga bizning xiyolimiz moddaga aylanib ko'z oldimizga qo'yilgan vaqtning o'zida uning bilan bo'lgan orliqimiz xiyolimiz bilan bo'lgan orliqdan yaqin bo'ldi. Masalan, biz bolalarimizni kitob o'qishni yaxshi ko'rsin, kitobni sevsin degan vaqtimizning o'zida bu kitob uyimizda qo'l tutqilib bo'ladigan shaklda tizilgan vaqtida bolalarimiz kichkidan uni tutib, masalan 1 yoshlik bir bolamiz yoki 6 oylik bir bovoq asla elektronlik kitob o'qib ovozli asarlarni ta'lil qila olmaydi-ki.
Yoki bo'lmasa 9-10 yoshlik yoshlarimiz yoki ularga sen ovoz asarni anglab o'tib ket deydigan bu xil yoshdagi cho'nglarga mos keladigan uslubni yoshlarimizga bekkalik mandaq deb qilmay amal va qo'langa kitobni elib, sizib masalan, mandaq qilib muloyiz qilib o'qishni o'rgandaydigan, ularni shunga yaqinlashtiradigan ishlar bo'lish kerak. Bu yüzden normaldagi konkret bo'lgan qog'oz kitobchilik yanada o'xshash, xuddi ularning o'zini taraqqiyotga moslashtirish bilan, mushu nuqta bilan selishtirganda o'xshashlar muhim deb o'ylayman. Uningdan boshqa yana bir narsa bor. Taqtish masalasi. Kitap jurnallarını taqtish masalasi. To'tquloq jurnalininki to'xtab qolganligi xabari chiqqan vaqtida bir yillik chiqqan $9,000 $10,000 shunchalik atrofidagi puldi. Bu Uyg'ur uchun jiq pul emas. Uyg'ur uchun jiq pul emas. Turkiyaga nisbatan $200,000. $10,000 degan nochiroq bir masalan Yevropa, shu Amerikada yoki nim qilgan yerlarda yashaydigan bir yuqoriyadagi bir saylarning balkim 1 yoki 2 oylik maoshi. Bu jiq narsami deganda Uyg'ur bir jurnalninki, bir balla jurnalninki davomli mavjud bo'lib turishi uchun elib yetgan vaqtida qimmatini selishtirsak buningki, ma'naviy qimmatini selishtirsak bək çoğun bir farq. Hech qanday emasli bir pul $10,000 degan. Endi asli qiyinchilik faqat pulmi degan vaqtida men ko'rishgan vaqtimda shu taqitishmi nihoyatda qiyin bir ish bo'ldi. Har qitimliq sonli dunyoning har qaysi joylariga taqitishmi bir qiyinchilik bo'ladi deb. Shuning bilan men shu vaqtida o'ylab kitap elçileri deb bir top qurib qo'ydim. O topni taxi bir yerga kelib bu ishlarni nima qilamiz deganni deyishkidek bo'lmadik. Kitap elchilarininki bu topimizdagi kishilarning xohlagan, ya'ni pidai shaklda o'zi xohlab mushu kitap taqitish ishlariga dunyoning har qaysi joylaridan yordamchi bo'lishni xohlaydiganlar bo'lsa-mu nima qilsak bo'ldi. Shu kitap elchilari topimizdagi onunki qiladigan yoki qilishni xohlaydigan ishlarininki bir turi taqitish xizmati ekan. Bu intayin muhim narsa. Onundan boshqa bizningki iqtisod yoki bozor egiligi deydigan mushunda bir narsaga aylanmagan ishlarning yoki pul yoki iqtisodga aylantirilmagan bir narsalarning umri ko'pincha holatda bizdek musafiratda yashayotgan muqim sistemasi, muqim mablag'i, proje, u bu degandek narsalar bo'lmagan bir millat uchun Allah rızası üçün qilimiz deydigan bu narsalarning umri uzun bo'lmay qoladi. Yoki bo'lmasa, to'xtamay sen mush kitob o'qishing kerakdi, u bu degandek shakllar orqali biz buning taraqqiyotini saqlab qolamiz desak, buni bir bozor egiligi yoki iqtisod bilan bir gavdaga aylantirilgan bir narsa qilamisak, buning umri qisqarib qolish ehtimoli bor. Buni tanqid qilib chiqib kelsak bo'lmaydi. Bu yerda men shunda bir narsani degim keldi. Men bozor egiligi u bu dedik. Bu nima desa, navbatdagi bozorning talabiga, mushuninga, kishilarning ehtiyojiga, mushuning mulozimat u bu mushuninga moslashib, yangi narsalarni chiqarish orqali buni iqtisod bilan bir gavdalashtirish degan gap. Men sizlarga hozir bir parcha rasm ko'rsataman. Men mushu rasmni izlab tepishni saqlab bu sizlar bilan demoqchi bo'lgan bugungi gaplarim xeyli uzun nima qilib ketdi, so'zlab ketdi. Bu rasm Xinjiang madaniyati jurnali 2005-yillik 1-sondagi rasm. Adil Ismoil tatqan bugun pul topolmadim degan bir rasm. Rasm qarsanglar bu kishi bir satrash. Satrashniki ustirasi, anaqisida neliqi, ustirini nim qilgan ismini unutib qoldim. Mavu oldiga tatadigan partuqi, bir tal o'rindiqi. Mush narsalar bilan qarab qamkin, xaridaning yo'li qarab o'tirib ketgan bir satrashniki rasmi. Bu rasm oddiy bir parcha rasmdi, lekin 2005-yili bu rasm xeyli g'olg'ul qo'zg'agan bir parcha rasm bo'lib qoldi. Xo'sh, 2005-yili 3-sonda, Xinjiang madaniyati jurnalining 2005-yili 3-sonda bir parcha maxsus mushu haqda, to'xtalib men u maqolani bugun mishada o'qiymiz. Bu haqda bir parcha yozma chiqdi. Qisqa bir yozma chiqdi. Shu yozmani o'qib o'tib ketamiz. Ya'ni bu hozir men sizlar bilan ekranni birlikda bahrlayman. Bu bizningki rasm.
2015 yıl 1 sanda e'lon qilingan ekan. Tursun turdi, aka nemiş pul topolmading deydigan Satrash aka bugun nemiş pul topolmading degan temadagi bir muloyizasini o'ttirib qo'ygan. Buni men tafsiliy o'qib chiqaman. Bu intayin muhim bir mazmun chunki. Odatda xatir qoldirish uchun suratga tushgan kishi suratni qo'liga elibla uningdan o'zining jamolini izlaydi. Men Shinjang madaniyat jurnaliga ancha-muncha bir nimalarni avatib turg'achqa, har qatim jurnalni qo'lamga elibla uning mundarajasidan Tursun turdi degan ismini izlayman. Ammo bu qatim Shinjang madaniyat jurnali 2004 yil 2004 yil 6 sandan boya uchirini xato berib qopman. 2004 yil 6 sonda undaq o'zimni izlaydigan ish bo'lmadi. Chunki bu sondagi muqovaning 4-betiga berilgan Adil Ismoilning bugun pul topolmadim degan fotosurat asri ko'zim tushib qolishi bilan tang yurkim o'rnidan lo'ngida turdi. Da ixtiyorsiz holda bu pul topolmagan akam bilan birdam halmung bo'lib qoldim. Ay uka, dedi u zo'raygan qo'llari bilan terlari qorishib ketgan yuzlarini shar-shurt siylashtirib o'tgandan keyin javg'aylarini chuchab qo'yib biz degan ota bobomizdan dehqon jamiyati degina urug' avlodimiz ichida burunmi hozirmi hukumatning qo'yniga kirib oyliq ola olgan lingsigung ya'ni vaqtliq ishchiqlik bir as bo'lgan emas. Meningcha jahonda yer oltin qo'zoq degan hikmatga bizdek amal qilgan jamiyat bo'lmamiz kerak. Keyingi chog'larda men yaga shuncha ishlab jinimni jon etolmay dehqonchilikda royim yenib boshqa bir kasb yoki ovqat qilish tutundim. Nemisini deysa afkam, hunar kasbmi odam tanlaydi ekan emasmi? Ovqatmi hamma odamga oldin qilavermaydi ekan. Setiqchilik qilsangmi, ammo haq olgan foydani ololmaydi ekansan. Haqqa o'xshash ko'pchilik qilsangmi, haq foydasi sen ziyon tortib o'tirdi ekansan. Haqninga o'xshash uchoqliq, motosiklet bilan kirakashlik qilsangmi, boshqalar topgan kira pulni sen topolmaydi ekansan. Odamni hayron qoldirdig'ini shuki, o't bozor bo'lib menayotgan oshxonni oshpazlar bilan qo'shib elib mang'uzay desang, oshxon sening qo'lingga o'tishigil bozor o'ladi desa, xuddi bir sen bilan qarishayotgandeklar. Bu ömrümde men kirmegen tirikchilikning ko'chisi qolmadi Evka. Ammo hech qaysi meni qo'yniga olmadi. Bu vaqt kishilarning hammasini so'zlab kelsam, mau yeng asrim ko'nrab ketdi-da. Ba'zida eliqi dehqonlarning angushtiri bo'lgan oltin qo'ziq yer haqida kupurliq so'zlab qo'ydimmi ya deb o'ylab, ketminimni qayta qo'limga olg'im keladi-yu. Dehqonning holi qarab tenim shurkangan holatda niyatimda yenib qolaman. Uning ustiga yosh bir yaga berib qoldi. Endi bu so'li qochgan tan yaning jafosini ko'tarolmaydi. Şuna qaysi bir vaqtlarda uygunib olgan satrashlik hunarim bilan jon saqlab kelyapmiz. Fuka. Dastlabida bu hunarning nenimi xeyli bir ochgan yagi boratdi. Biroq keyinchi ovi chetdanlik ba'zi zayponlarning xotin kishidek choch qo'ydigan odati yoshlarimizga juqib, uning ustiga noyatda aptik soqollar g'ushlar paydo bo'lgandan keyin haqlar soqolni o'z oldigan bo'lib oldi. Shuning bilan bizdek satrashlarga shu qo'l titraydigan qercho'rlar qoldi. Yomon yeri ular kundan kunga ozlab ketyotdi. Kunlarning birida mendek satrashlarning kuni u tishiga qattiq bosgan bo'lsa kerak. Yong'oqi lo'mildab, mungluq chaqir ko'zlari birdilla g'azabli tus elib jimib qoldi. Men taqdirning uning sağgan jafolari qarta ko'ngil yasash yusidan bo'lsa tasalli berib boqmoqchi bo'ldim-yu, ammo gapni qandoq, qayerdan boshlashni bilmagachga ko'zimni paqilib turishdan boshqa hech nima qilib berolmadim. Mening bu bechora turqim uning ko'nglida texmi yerim qilib o'tgan bo'lsa kerak. Bir chog'da esimga kelib qarsam, u xaridarsiz qolgan o'rindiqning yuranchigiga lo'ngisi bilan peshtamilni qatlab qo'yib, uning ustiga belikini olmab, belikiga inkini terginicha, xuddi egizga chiqib yiroqqa nazar selayotgan dona kabi o'zining hayot musofasida uchirgan va his qilganlaridan xulosa chiqarayotgandek o'ltiribdi. Turibla uning oilasidagi a'zolarining ahvolini bilgim kelib so'ray deb tursam, ang'ich eshik chekilib qoldi. Berib eshikni ochsam, bu so'g'ida o'ttir bo'y ching samrigan qizil ham suzukligidan qochitining yiqildam tomirlari ko'rinib turadigan paqlam bo'lgan buvoqning kassasini eski soldigan paqiriq yuziga qop-qora yol soqoli qo'yib yarashgan bir divona duoga qo'lni ko'targunicha menga va oilamga zo'r baxt baraka tilab go'shib turibdi. Uning bezanglik yig'ib turgan yerginishlik chiroyini pul topolmagan satrash akamning tirikchiligining xilma-xil qismatlari cho'nqur iz solgan jafokesh chiroyiga selishtirib, shundoq ochiqim tutdiki, gejgam g'ujida qo'rilib, butun a'zoyim o'tagandek qizib ketdi. Agar ro'za Ramazon oylari bo'lmagan bo'lsa, bu tiriktab o'g'rining yuziga shaloqqada birini tukirib, ko'tiga tepgan pitim qo'g'lab chiqarib aytgan bo'latdim. Amal qancha? Alhamdulillah musulmon emasmi? Shuni undaq qilamadim. Texa 50 tiyinni oz ko'rib, bir so'mni uning qo'liga tutqizib yo'lga soldim. Ondan o'rnim qaytib kelib, jurnaldagi bugun pul topolmagan satrash akamning chiroyiga bir hazo qarab turgandan keyin. Aman bo'l satrash aka. Bugun topolmagan pulni Xudoyim birisi ati tepib qolasan, dedim bo'g'ilgan holda. Adil Ismoil apandi, men rasm va fotosuratlarga ancha qiziqib ketmaydim. Hajviy rasmlardan boshqa keyin badiiy suratlardami alomat ma'nolarning bo'lganligini bilganimda, uningdan xeyli o'zimni
urib baxtım. Onun xeyli özümni urib baxtım. Amma xeyli dağınlıq surat rəsmlərdən şuncha qılıpmı bir əhəmiyyətlik mənlərini bayqayalmağan idim. Xalqның dəbbəyini xuddi özü çaynab yutmağan taamdek bəttan boladı ekan. Şunun bilan özümnің rəsm qarğısı keligimni tən gelib, bu sayıga çat kirib almaslıqqa haqida özümni agahlandırğan idim. Biroq bu qitim qandaq bo'ldi bilmadim. Bugun pul topolmadim deb o'tirgan Satrish akam bilan ixtiyorsiz munglashib qoldim. Sizningcha ko'zim ichilib qolganmidi yoki kallada paqalchoq degandek bir nimalarni deb yurgandim. Endi buningdan keyin yana bir parcha mushunga qarta yana bir maqola e'lon qilindi. Bugun o maqolani o'qimayman, qisqacha mazmunini ham shart yetkazaman. Deydiki, bu yerda o'sha xalqlarningki saqal qo'ymaydigan, chach qo'ydigan bo'lib olganligi, yangi chiqqan bijmilniki bilan o'zining yasab olganligini qilib urdi va Tursun Turdi apandimmi buningga nihoyat yaxshi tilaklarni tilaydi. Keyingi bu haqdagi yana bir munozara o'tirg'i chiqdi. Bu munozarada deydiki, sen nima uchun davrga moslashmaysan? Sen nimishqa bir chiroyliroq bo'lsin, pokizroq bir pashtamni oldiga tortay demaysan. Ma'qul balkim puling yo'qdi, yo'g'on satrashxon ochadiganға. Ammo chiroyli bir dollarga miyat satrashxon qilamiz deb bir narsa taqab qo'ysang, yoki biz o'zingni davrga ozroq moslashtirgan bo'lsang, sen buningga sal tirishgan bo'lsang, pul topa olayding deydigan mushu haqdagi raddiya xarakterlik yana bir maqola bor. Ya'ni hayotda qoqshash, yoki biz ich og'ritib qo'yish, yoki biz chiroyli duo qilib qo'yish yetmaydi. Bunun için əməli səbəb və hərəkətlər lazım. Uyğur kitapçılığının Uyğur ana til tərəqqiyatındakı ornu intayın mühim. Mana buludu. Bu işlər bir-birini zincirsimon holatda şart qiladi. Məsələn, bugungi kunda biz 80-ci illar, 90-ci illar və 2000-ci illarda yozilgan roman, biografik əsər, şiir, o'sha kitoblarni o'qiyapmiz. Eng yangi chiqqan kitoblar Betende 2006 yılı en ahırda çıkan kitaplar asasen ana tilde kitaplar 2006. Onun keyin çıkan kitaplar mı barmaqlan sanıqdak neçə tallam. Yani asasen siyasi tuz qo'yib qo'ygan kitaplar bo'lishi mumkin Uyg'ur chiqqan bo'lsa. Men vatandan 2016dan keyingi kitapchilik ahvolini ancha bek ketamayman. Endi chet elga qaraydigan bo'lsak, chet eldagi kitaplarning ko'pinchisininki siyosiy tusi intayin qo'yiq. Ama edebi tüsteki kitaplar yoki yozildimi yoki yozlanmaganmi bu texniçi bir tadqiqot temasi. Nurg'unlar Facebookda yozadi, bir yerlarda yozadi, shularni e'lon qiladi, qisqa yozmalarni. Endi bizning bu da'vatgan narsa nimadan derak berdi bilamsizlar? Vatanda Uyg'urchani obdan o'qib Jürek tek o zordan sabır məmtmin hoşur. Yoki bu dağlı Halide İsrail yazğıçılarımız yazğandek o kadar Uyghur tilinin güzelligini his qildirib qalblarimizdanki cho'nqur qatlamga singib kiraligidek asarlarni yoza oladiganlar o balalarımızın ichidan qanchalik chiqadi Uyghur tili bilan buni biz bilmaymiz. Duo qilamiz chiqarib bersin. Chet elda-chu qanchalik yozg'ich asar yozyotdi. Qanchalikimiz she'r kitob setib olamiz. Manda bo'ldi. Hozir chet el kitob chiqaradigan shoir yoki yozuvchilar asosan degidek kitobni o'zi chet el chiqayotgan kitoblar ichidagi yana bir muhim tur bolalar farzand tarbiyasi haqidagi kitoblar. Ammo adabiy kitoblar bek oz deyarlik. Endi bu kitobni chiqaradiganlarmi ko'pinchisi, masalan, shoirlar yoki bir nechalarni meniki butun umumlashtirmay, mening bir necha ko'rishganlarimga qaraganda kitobni o'zi chiqardi. Özü çıkardı, kitapxonlar qo'yib qo'ydi. Bular setib asosida kitap chiqaruvchilarga bu pulni berdi. Kechiringlar, o'zib ketib qoldi. Ya'ni chet elda kitap chiqaradiganlar o'zining puli bilan yoki nimasi bilan chiqardi. Endi iqtisodiy balo qila, iqtisodiy yo'qlar. O'tirib asar yozib, o'zida andikin o pulni topolmay kitobni chiqarmay buningga nada cho'l. Va yana bu asar yozish, yoziqchilik bu narsalar qo'saq to'yab azroq bir salbiy ust saviyaga chiqqandan keyin turmushning g'amlari, uyning ijarasi, bu nurg'un narsa beshimizda tursa asar yozg'idek ilhom kelamdi, kelmaydi. Demak, endi deyli asarlar yozilmadi, kitoblar chiqmadi, bu kitoblar setilmadi degan gap Uyg'ur adabiyotida aks etishga tegishli mushu bosqichdagi nurg'unlagan voqealar yoki narsa aks ettirilmadi degan gap. Biz Jaloliddin Bahramning Leyg'on buloq bilan madaniyat inqilobidagi o mezgillarni to'nigan bo'ldik. Biz Zo'riddin Sobirning Ona yurti bilan 3 viloyat inqilobi mezgilidagi o'sha tarixiy sharoitlarni adabiy bir ko'z bilan asosan bir sidam sizma holatini ko'rgan bo'ldik. Biz shu har qaysi davrlarningki
şu çıkan eserler arkalık biz şu devrdeki tarihi şaraitni kallamızda bir sizip obrazını turg'izgan bo'ldik. Endi 2006'dan keyinki yoki 2010'dan keyinki bizning yashaganlarimiz, bizning uchirganlarimiz ve bu kadar çoğun bir tarihi siyasi bu vaziyat ədəbi şekilde tilga ilinib, yazılmay qalsa, bu boşluqni, bu qamakçishtek bo'lib qolgan yani kim to'liqlaydi? Bu nayt çoğun bir yo'qotish va boşluq bo'ldi. Yana o'z navbatida bu narsalarning Uyg'ur tilida yozilmasligi, Uyg'ur tilininki, masalan Uyg'ur tilidagi kitob jurnallarning to'xtab qolishi Uyg'ur tilining bundan keyingi balalarimizga yetkazilishidagi xizmatining oqsab qolganligidan derak berdi. Ona til degan xizmatimiz amaliyotda ona tilni to'shib mangadigan karvon bo'lgan kitobchilik va jurnalchilik, matbuotchilik bilan bir gavdalashib ketgan bo'ldi. Şuna əməliyyatda bu yalğız bir kitabxananing taqılıb qelish yoki bir jurnalning chiqmaslik degandek oddiy masala emas bu. Unda bo'lsa, qanday qilish kerak? Aniq qanday qilish kerak? Bu narsa yalğız Uyg'urlar ko'p bo'lgan yerga yoki qolib qolsa xalqlar oladigan yerga emas. Sistemalik bir shaklda dunyoning har qaysi joylaridagi muhim o'rinlarga nima qilish kerak? Taqilish kerak. Masalan, Norvegiyada bir kitapxana, Gollandiyada bir kitapxana, Amerikada bir kitapxana, Yaponiyada bir kitapxana. Har qaysi yerdagi Uyg'ur jamiyatlarininki ravus birdan kitapxonasi bo'lishi kerak. Xalqlar agar masalan mendek o'ylaydigan to'xtamay uy ko'chib mushtaqib ketganman, u bu deydigan birsiga nisbatan yoki iqtisodim yetmaydigan birsiga nisbatan men shu yerga bir kitobni oriyat ilib o'qisam yoki haftada yoki 15 kun bir qatam bolamni olib borib ashada 2 soat shu yerda kitoblarni o'qitib kelsam bo'ladi. Yani buning iqtisod ketadi, lekin bu bir proje shaklida bütün bir dünyanın her qaysi yerlərdə yaşayotgan Uyg'urlar, yəni Uyg'urlarning soni masalan ma'lum bir yerdə bir 30-40 aile yoki 50-60 ailəga yetgan bo'lsa, aşağıda içilisi bo'ladi. Buni bir sistemlik shaklda qilish kerak. Dunyoning har qaysi joylariga nima qilish kerak. Undan boshqa yana bir narsa, oldin qaytim mush Qutadagi bir kitobxonasi taqildigan bo'ldi. U bu degandek ashuna gaplar bo'lindi. Endi hammamiz qayg'ulanib ketdik. Tarixchi kitoblarimiz badi, u badi, bu badi. Xalqimiz yana bir qaytim botirlik bilan o'ziniki jinini alqonga ap qo'yib, bexatarlikim u bu deydigan narsani hammani unutib, Qutadagi kitobxonasining oldiga kechida berib, bu kitoblarni yani aketmaydigan shaklda qildi. Men faqat sirtdan ko'zti shaklda bilganim bunchalik. Bunda bo'lsa, qanday qilish kerak? Yana bir narsa qilish kerak. Dunyodagi dangliq kitobxonalarga maxsus proje shaklida bir narsa sunib, bu kitoblarimiz aşağıdan o'rin elish kerak. Masalan, men Anqaradagi millat kutubxonasi bek cho'ng kutubxona. Haqiqatan dunyodagi cho'ng kutubxonalar qatori sanalg'idek kutubxona. Aşağıdagi maxsus bir bo'lak ajirtib, Aş Uyg'ur kitoblariga ayrim bir bo'lak yoki bir kitobchasi ajirtilsa deb oldingi birsidan ko'rasam, buni bir proje shaklida akilish kerak deb. Masalan, Harvard Universiteti kitobxonasida dangliq kitob saqlanib qolgan universitetlarga muhim kitoblarimiz 100lab, 200lab bu yerga hadiya qilinish kerak. Ular iltimos sunilish kerak. Uyg'ur kitoblari agar biz saqlanib qolsa mushkul holatda deb bek ensirsak, bu ishlar ilib berilish kerak. Shu yerga. Belki mulla sitvala yoki bo'lmasa bir boylar sitilib yoki sovuq qismi bo'ladi. Chunki kitob aşağıdan aytib bexatar saqlanib qoladi. Agar kitoblar yo'qolib ketami deb ansirab qolsa. Albatta, el kitob nusxalari bor. Undan boshqa degan vaqtda biz cho'qim aboy deb o'tib ketgandek davrga va taraqqiyotga moslashish kerak. Kitoblarningki el kitob nusxasi, nurg'un el kitob turlari bor. Bu narsa bir sistemli holatda bir yerga kelish kerak. Undan boshqa ovozli asarlar xizmati ciddi türde meblag ajırtıp işleniş gerek. Çünkü biz yolda ketib, mesela men tamak qilib o'tib, uy tozalab o'tib, yolda ketib anglaymayacak narsalarni. Hozir hammamiz mesela kitap o'qig'idek vaqtmi, balki vaqtni muvofiq o'rlashtirsak bo'ladi. Lekin sen o'rlashtirolmading, sening vaqting yo'q ekan, sen buni qilyapsan deb o'tirib hamma nimaga haqqa dungab qo'yib o'tsasak bo'lamdi, bo'lmaydi. Undan boshqa bu jihatda kitobxonalar o'zini isloh qilish kerak. Kitapxonalar o'zini isloh qilish kerak. Davrga moslashish kerak. Shaxsan masalan men qanday o'yladim? Bir kitobxona yurishtirish uchun nimalarni qila olamiz? Men Anqarada bir necha yerdagi xalq kutubxonalariga bordim. Ularning har kuni qiladigan har xil faoliyatlari, mush ishlarini yaqindan ularning Instagram sahifasiga kirib qilaman. Bizningki kitobxonalar masalan
birleşip bolamdı, yak öz aldığı bolamdı. Məxsus programmalan təsdiqisi buludu. Bir kitap bir alem programması aynı vaxtıda. Uyghur programmacılığıdaki, televizyon sahasındaki, televiziya sahasındaki nait muhim, yaxşı bir programı bolğan. Köreş Barat riyasətçiligidagi bir kitap bir alem programması. O programını sizler YouTube kanalından köre alaysizlar, köməkçi olsan. Mesela məlum bir yazğıcı yoki məlum bir kitap haqqında şunda yaxşı paranlar boldu. Onu chet eldə qıysaq boludu. Nurgun kitap oquydigan adamlar var. Kitap təhlil qildiganlar var. Şular şu kitaplarni tunuşturup, mesela men YouTube kanalımda hazırgacha 6-7 tal nadir kitaplar tavsiyasi deb o'xshamagan o'xshamagan topdagi kishilar uchun o'xshamagan tipdagi kitaplarni tavsiya qilib mengayotiman mesela. Buni maxsus shunday shaklda qilsa bo'ldi. Nayt ovoz yaxshi chiqadigan bolalarimiz bilan hamkorlashib ovozliq asar seyipsi qilib palonchi kitobxon tarafidan qilindi deb qilsa bo'ldi. Mesela, muşundaq yazğıçılar var, şular kilidi, qilidi, ovozliq, imzoliq kitap setish faoliyatlarini uyushtirib qilsa bo'ldi. Kitap encümenleri deymiz, kitap söhbetlerini teşkillesi buludu. Yani aşında qildiganlar bilan hamkorlashsa bo'ladi. Bolalarimiz uchun, ayollarimiz uchun, erlarimiz qilib Uyg'urlarning kitap o'qishi uchun har xil mukofotli kitap faoliyatlari tashkillasi bo'ladi. Məxsus bevosita taqit, mesela YouTube'ның bevosita taqit chiqqan nurg'un narsalar bor. Aşağıda kitaplarni o'qib qilsa bo'ldi. Faqat rasmini tatib, falanchi kitap manda deb bilan ma kitapni sotaman, ilinglar degandek an'anaviy shakldagi bu tijorat shakliga texmi rangdorlik, texmi o'zgacha usullarni qilish kerak. Dunyoning bu İstanbul yoki Zeytinburnu'da bu xalqning puli yo'q, mashin to'layolmaydi, shun ololmaydi, bo'ldi taqvitili deydigan bu tar doiradagi bir yerda emas. Balki dunyoga ichilish kerak. Boshqa yerlardan qanday qilamiz? Har qaysi joylarda aloqa to'g'ri qurib, ma'manda qilamdiq deyish kerak. Sistemalash kerak. Kitobchilik xizmatiga, kitobxonlik xizmatiga nopozliq tashkilotlar muhim bir madaniyat, ma'rif xizmati shaklida qarash kerak. Buningga. Ya'ni tashkilchanligi, taraqqiyoti, buningki maxsus boshqarish hayatlari, ko'rish, ularning qiyinchiligini qanday hal qilamiz, keyin nima ishlarni qilamiz, mana shunday bir sistema shakllanish kerak. Yana bir muhim narsa bor. Ideya jihatga yetakchilikmi intayin muhim. Biz shu yerda qisqalan bir narsani deb biray filmda aldım buni. Ayol ishkisi deydi, ayoli eriga deydi. Sen her vakit insanın içinde iki tal böğrü bağ deyse. Birisi naiti mesela akıllık, hayatına nispeten müşündaq hayatın naiti suydu, tırışcan o boşuna yaxşı bir böğre. Yine birisi qaqşaydı. Müşündaq hayatını ki bütünlüğü qarangılıqlarını kördüğümüzde müşündaq. Bu ikisi uruşup qalsa, qası bekrek sence, qası utup çıkıdı dep sorsa, şuna bir cevap var. Qaysini bekrek baxsang shu utib chiqadi deb. Agar bizningki o'ylayotganlarimiz, ko'rayotganlarimiz, bizningki ig'zimizdan chiqayotganlarimiz qoqshash, shu bo'lmayotgan ishlar, qarang'uliq bo'lib bo'lsa, ichimizdagi shu qurt yo'g'inaydi. Shu narsa bekrek kelindi. Shuning bilan bizningki markaziy nuqtamiz ashnanga ketib qoladi. Taqqida o ishni taqab qo'yib turib, moyoq tarafdan bir dariza ochsaq, nimalarni qila olamiz degan tarafga qarasak, tanqidni qabul qilib, yangi shakllarni davomli o'rgansak, bu ishlarni mencha birlikda texim yaxshi bir saviyaga olib chiqa olamiz deb o'ylayman. Kitob Uyg'urlarning hayotida, ona tilining mavjudligida va bizningki ma'naviy sapoyimizning yuqori ko'tarilishida tunigunimiz bilan bugun bilan atini olishimizda pek muhim rol o'ynaydi. Bunda bo'lgan ekan, kitob va kitobni mavjud qilib turadigan kitobchilik, matbuotchilik, jurnalchilik ishlari cho'qim texmi sistemlashishi. Bu jarayonda texmi ko'p fidoilar, texmi ko'p mushu ish uchun xizmat qiladigan kishilar bir yerga kelishi va sistemalik shaklda bu ishni ilib berishimiz kerak deb o'ylayman. Agar mushu videoni ko'rib oxir kitob elchilari to'pimizga kirib, mushu kitob elchilari to'pida nimalarni qilganligimizni ayirib men qisqa film ishlab deyman. Mushu ishda mening azroq qilqim to'pam bo'lsa men nimalarni qila olayman deb o'ylaydiganlar bo'lsa, men bilan ko'rasanglar bo'ldi. Mushu videoning ostiga email adresini qo'yib qo'yman. Email adresiga men mushu to'pga kirishni xohlaydim deb WhatsApp nomeringlarni yozib qo'ysanglar, shu to'pga qaytib qo'ysak bo'ladi. Biz Uyg'ur kitobchiligi va taraqqiyoti, Uyg'ur axborotchiligi, matbuotchilik uchun nimalarni qila olamiz? Ashada birlikda ko'pning aqli ko'p bo'lar. Bir-birimiz o'tirib paranglashib mush ish uchun
qanchalik qila olsak, shunchalik birga ishlarni qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Mencha dunyo bizningki qila oladiganlarimiz bilan, qila oladiganlarimizga bo'lgan umidimiz bilan, amaliy harakatlarimiz bilan texmo yo'ruq, texmo go'zal bo'ldi deb qarayman. Bugungi sizlar bilan o'rtoqlashadiganlarim shunchalik. Ko'pchilik rahmat.